Prezidentimiz ishtirokida 2024-yil 14-fevral kuni yoshlar bilan o'tkazilgan yig'ilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham bir qator vazifalar belgilab berilgan edi. Termiz shahrida o'tkazilgan tadbirda kelajagimiz egalarining qator muammolariga yechimlar izlandi. Yurtimiz aholisining 60%ni yoshlar tashkil etadi. Har yili mehnat bozoriga 600 mingdan ortiq yigit-qizlar kirib kelmoqda. 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 1 million nafarga yetadi. Shu boisdan yoshlarning bandligini ta'minlash, intilishlariga sharoit yaratish davlatimizning ustuvor siyosatiga aylangan. Termiz shahrida o'tkazilgan uchrashuv davomida Milliy gvardiya qo'mondonligi, Respublika yoshlar ishlari agentligi mas'ullari, davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ishtirok etib, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni barkamol shaxslar sifatida kamol topishida qadam bo'lishini ta'kidlashdi. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasiga jami 3722 nafar yoshlar biriktirilgan bo'lib, shundan Milliy gvardiya Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasiga 255 nafar yoshlar biriktirildi. Shu masalalarni ijrosini ta'minlash maqsadida hozirgi kunda Milliy gvardiya Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasida yoshlar bilan ochiq eshiklar kuni o'tkazilmoqda. Ochiq eshiklar kunida 150 ga yaqin yoshlar kelgan bo'lib, ayni daqiqalarda shu yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularni o'qishga kirg'izish, kelgusida ularni vatanparvar qilib tarbiyalash masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazilmoqda. Videoselektor ko'rinishida bo'lib o'tgan ushbu yig'ilishda yoshlarni qiziqtirgan savollarga javoblar berildi. Yoshlar muammolariga ijobiy yechimlar izlandi. Ochiq eshiklar kunida qo'mondon bilan birgalikda rahbar yoshlar uchrashuvida qatnashdik va O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasiga oid barcha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biz talaba yoshlar bundan juda ham xursandmiz va Milliy gvardiyaga bo'lgan qiziqishimiz juda ham ortib bordi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shundan so'ng viloyat Milliy gvardiya boshqarmasi boshlig'i hamda Termiz harbiy prokurori ishtirokida rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv so'ngida yoshlarimiz uchun viloyat Milliy gvardiyasi boshqarmasida ochiq eshiklar kuni tadbirlari ham tashkil etildi.